Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Hozirgi sizlarga gapiradigan gapimiz hurmatli ayollarimiz uchun. Ayollarimiz ko'pincha psixologlarga borishadi yoki boshqa bir joylarda. O'zimga bo'lgan ishonchni orttirishim kerak. O'zimga bo'lgan ishonchni orttirishim kerak. Albatta siz psixologlar yordamida o'zingizga bo'lgan ishonchni orttirasiz. Ammo sizda baribir o'zingizga bo'lgan ishonch atrofdagi odamlarga qarab uyg'onadi. Misol uchun tishingiz yo'q bo'lsa, tish qo'ydirsangiz, ya'ni sizda 3 ta 4 ta tishingiz tushgan bo'lsa-yu, siz baqirib olmaysiz. Odamlar bilib qoladi. Tishimni tushganini bilib qoladi degan xayol o'tadi. Bu ham sizni samotsenkingizni tushirmasa ham xuddi o'zingizni his qilasiz, ya'ni noqulay his qilasiz. Undan keyin tishingizni to'g'rilatasiz yoki qovoqlaringiz osilgan bo'lsa, qoshlaringiz terilmagan bo'lsa, siz to'yga borasiz yo tug'ilgan kunga yoki gapga. Ko'rasiz, kimnidir qoshi terilgan, kimnidir tishi butun, sizda bunaqa narsalar bo'lmasa, bu ham o'z holatidan, hatto siz psixologik rivojlangan bo'lsangiz ham siz mana shu jamiyatda o'rin topish uchun o'zingizga birikda mana shu narsalarni qilgandan keyin kulishni boshlaysiz. Ya'ni tishlaringiz to'kilgan bo'lsa, tishingiz butun bo'lsa, bemalol 32 ta tishingizni ko'rsatib baqirib kulishingiz mumkin yoki sekin kulishingiz mumkin. Ya'ni sizni o'zingizga bog'liq, qoshingiz terilsa, yuzingiz o'zingizga yoqadigandek bo'lsa va sizda bu narsa ham o'zingizni samotsenkingizni oshirib gapirishga ruxsat beradi. Bu esa fakt. Ko'pchilik natural bo'ling deydi. Natural bo'lish kerak. Naturalni ham chiroyli va sog'lom ko'rsata bilish kerak. Marhamat.